Besi, qo'yi, sifati, Kreser laqabli qo'chqorlari qani davramizga taklif qilib qolamiz. Kreser kirib kelyapti. Bitta qarsaklar bilan olqishlab qo'yaylik. Marhamat. Kreser, to'g'ri aytayotgan bo'la ish qilib. Hay. Kreser bu yoqqa taroziga marhamat. Qo'rqma, men ham chiqdim bu tarozi tishlamaydi ekan. Eldor aka, sizga so'z navbatini beraman. Ikki og'iz shu qo'chqor haqida o'zingiz bir og'iz tomoshabinlarga tushuncha bermasangiz bo'lmaydi. Sababi mutaxassislardan eshitgani boshqa baribir. Eldor aka bu sohada ko'p yillardan beri mashaqqatli mehnat qilib kelyapti Eldor aka. Aynan shu narsani mana xalqimizga yetishtirib ko'rsatishda o'zi bitta mashaqqat. Shuning uchun Eldor akam chiroyli qilib bitta ta'rif qilib bering aka qo'chqor. Assalomu alaykum. Tashkilotchi xodimlarimizdan tarozibonga yordam qilishlarini so'raymiz. Qancha tosh bosdi? 170 kilogramm. Qarsak olib qo'yinglar. 170 kilogramm. Degani bu. Va mana shu qo'yni oq yuvib, oq taraf parvarish qilayotgan inson Eldor aka davra markazida o'zlari Kreserga ta'rif beradilar. To'g'ri aytyapsizmi? Ha, assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan Arashan qo'shiq qo'zlari. Bu qo'yimiz hozir 2,5 yosh. O'sha mashhur Landing degan qo'chqorning o'g'li. Buni liniyasi o'sha 80 ga borib taqaladi. Bizda hozir yaxshi qo'ylar, bolalar beryapti, xudo xolasa. Bolalarni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Rahmat. Salqin tushib qolgani uchun hamma qo'ylarimiz kuyov bola ekan. Yaxshi. Xo'p, davom etamiz. Kreserjon, aylanyapsanmi? Yaxshi. Yuvosh jonivor, yuvosh. Xo'p, oldinda yana taklif etishimiz kerak bo'lgan qo'chqorlarimiz bo'lsa marhamat. Ularning laqablari bilan taklif etaylik. Har holda hurmat ko'rsatsak, ular ham bizga hurmatda bo'lishadi. Nuriddin aka, keyingi mehmonimiz. Navbatdagi qo'chqorni davramizga taklif qilamiz. Eng oson va yaxshi tushunarli bo'lishi uchun qo'chqorni egasini o'zi ta'rif bersa yaxshi bo'ladi. Shuning uchun bitta qarsaklar bilan davramizga taklif qilamiz. Qo'chqorimizning egasi o'zi qo'chqori haqida to'la ma'lumotlarni beradi. Qo'llab-quvvatlab turamiz o'rtoqlar. Ismlari kim? Chaqiraylik chorvadorning o'zini. Jahongir aka, qo'chqor haqida mana. Assalomu alaykum. Arashan ishqibozlari. Bu qo'chqorimiz Keniya Krasavchik. Laqabi Jira. Hozirgi kunda 7 boy bilan birinchi o'rinda turibdi. Rahmat tomoshabinlar. Demak, bo'ydorlik jihatlari bor. Shuning uchun ham laqabi Jiraf bo'lsa kerak, ha? Shunday, bo'ydorligi uchun laqabi Jiraf. Va aynan uning tosh bosishi. Bu qo'chqorimiz Ulug'bek degan ukamiz Arashanobod qo'chqori. Hozirgi kunda Andijon viloyat Arashanobod uyushmasining bosh koordinatori. 143 kilogramm tosh bosyapti Jiraf. Yomon emas, lekin bo'ydorligi Jiraf bor lekin. Ko'z tegmasin, bo'yinga bo'y to'g'ri. Xo'p, iltimos qilamiz, narigi tarafdagi mehmonlarga ham bir chiroyli holatda namoyish qilinglar. Chorvadorimizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Charchamasinlar, ayni chorva sohasiga hissa qo'shishda, yaxshi nasldor qo'ylarni yetishtirishda. O'rtoqlar, navbatdagi qo'chqor taklif qilamiz endi. Delfin kelyaptimi? Delfin. Husanboy ekanmi? Delfin laqabli qo'chqorlari. Bir qancha musobaqalarda yaxshi o'rinlarda egallab kelayotgan taniqli qo'chqorlardan bittasi Delfin taklif qilamiz. Ana undan keyin navbat qo'chqorlarni ko'rsataveramiz. Seleksionerlardan tashqari mana xalqimiz ichida ham qo'chqor boqayotgan insonlar tashrif buyuribdi o'zini qo'ylari bilan. Bitta olib chiqib jamoaga ko'rsatamiz albatta. Demak, suv bo'lmasa kelmayman deyotgan Delfin. Iltimos qilamiz davra markaziga kelishlarini. Bu Delfin kelguncha Oybek akam qo'chqorlarini tomosha qilamiz hozir. Oybek aka qo'chqorni olib keling. Qo'chqorga chiroyli ta'rif beraylik. Oybek akamni qo'chqorlari. Qani Oybek aka? Uzun laqabli qo'chqor. Bu qo'chqorni juda ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda taniydi. Uzun laqabli qo'chqor. Sharpeyni Primoy o'g'li bo'ladi. Legendarniy Sharpey degan qo'chqorni Primoy o'g'li bo'lib qoladi. Uzun laqabli qo'chqor. Oybek akam hozir ta'rif beradi bu qo'chqorga. Demak, e'tiboringiz markazida Arashan zotidan Oybek akaning chorvachiligidagi faxrli qo'ylardan biri, laqabi uzun
165 kilo. 165 kilogramm tosh bosyapti uzun. Bitta qarsak chop qo'yamiz. Qarsak cholgan qo'llaringlar dollarlar bilan yuzlashsin. Oybek o'sha qo'shqorni. Keling. Ta'rif bering. Uzun Sharpayda primoy bolasi. Yaqinroq o'shanga. Yoshi 4 yildan o'tdi. Yosh 4 yildan o'tdi buni. 4 yosh ekan qo'chqorimiz Sharpayda primoy o'g'li bo'lib qoladi. Bo'ylari 1-2-1-3, veslari 165 kilo chiqdi mana o'rtoqlar. Uzun degan qo'chqor hozir seleksiyada yaxshi bola berayotgan Andijonning qo'chqorlaridan bittasi. Aka, qo'chqorni bitta aylantiring, tomoshabinlarga bir ko'rsataylik. Uzun laqabli qo'chqorimiz Sharpayda primoy o'g'li bo'lib qoladi. Bitta qarsa chop qo'yamiz, olqishlab qo'yamiz qo'chqor. Mashalloh, uzunga ko'z tegmasin iloyim. Uzoq yillar uzun bo'lib navbatdagi qo'chqorimizni olib chiqamiz. Delfin tayyor bo'ldimi delfin? Olib chiqing delfinni. Delfin yopinchiqlari bilan o'zi hozir banyadan chiqyapti shekilli. Demak, e'tiboringiz markazida. Delfin. Delfin bilan qora marjon. Bitta taroziga qo'yib ham ko'rsatamiz. Sportiv universitetda turib ekan, rabotchi holatda deyiladi. Lekin baribir bitta veslarni ko'rib qo'yamiz. Demak, tarozida e'tiboringiz markazida delfin. 155 kilo. Ko'z tegmasinlar. 155 kilogramm. Qora marjon olib chiqing, qora marjon. Hozir qo'chqorga ta'rif beramiz, bitta vesini ko'rib olaylik. Ana undan keyin ikkala qo'chqorni ham chiroyli qilib yoritib, qaysi liniyadan, necha yoshda hammasini chiroyli qilib tushuntirib beramiz. Qora marjon qaysarroq ekan-a? Bir 169 kilo. 169 kilogramm tosh bosdi qora marjon. Ko'z tegmasin. Mashalloh. Taniqli Lopes degan qo'ydi. Liniyasidan bular. Husan aka endi bitta o'zi ta'rif berasiz qo'chqorlarga. Assalomu alaykum. Qo'shlarimiz Qirg'izistonda o'sha Lopes degan chempionni o'g'li bo'ladi. Millionda nevarasi bo'lib qoladi bu. Qora marjon. 2 marta chempion bo'lgan bu qo'chqarimiz. Hamma taniydi. Bu bo'lsa o'sha delfin degan qo'chqarimiz. Liniya dilimli. Bu Qo'ziligida chempion bo'lgan, Toshkentda chempion bo'lgan, shu marta chempion bo'lgan qo'chqarimiz. Hozirgi yoshda 3,5 yosh. Qo'chqorga yana qisqacha ta'rif berib o'taman. Hammamizning xabarimiz bor. Guinnesslar rekordiga kirgan million degan qo'chqor bor. Mana shu millionning liniyasidan bo'lib qoladi. Lopesni qo'zi qo'chqori. Laqabi qora marjon. Hozirgi kunda 8 tishda ekan o'rtoqlar. Andijonning qo'chqorlari. Mana bitta aylantirib, rahmat Husanboy aka. Xo'p, xalqimiz uchun tushuntirish berib qo'yamiz. Liniya degani bu, mabodo bilmaganlar uchun, bu qo'chqor ota tarafdan yo'nalish, nasl yo'nalishi. Bu yerda liniyasi falon deganda aynan o'sha qo'chqorni urug'idan dunyoga kelgan deb ta'rif berilyapti. Shuni to'g'ri tushunasizlar. Xo'p. Navbatdagi qo'chqorga o'rinni beramiz endi. Azbek akamizning qo'chqorlari bor. Ikkita qo'chqori bor. 5 bilan Kozir degan qo'chqorlarni olib chiqamiz davraga. Azbek aka qo'chqorlarni olib chiqing aka. Chorvador Azbek akani. Chorvador Azbek akani davra markaziga o'zlarini faxrli qo'ylari bilan taklif etar ekanmiz. Marhamat. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. O'zimizda Andijonda Bog'ishamolni qo'chqorlari akalar. Shaharli qo'ylar ekan-da.
Shaharlik qo'ylar. Hozir Azbek akam o'zi juda chiroyli qilib ta'rif beradi qo'chqorlarga. Azbekni bitta taroziga qo'yib qo'yamiz. Ana undan keyin qo'chqorlarga ta'rif beramiz. Qoyil. Egasini aytganini qilyapti, ko'z tegmasin. Ko'p gaplashib turishni hosilasi bo'lsa kerak. Mana chorvador qanday bo'lishi kerak? Ko'z tegmasin. Yordam qilinglar, tashkilotchi yigitlar. Demak, qancha tosh bosyapti? 165 kilo. 165 kilogramm qarsaklar bilan olqishlab qo'ysa arziydi albatta. Azbekka ketmay turasiz. Qo'chqorga ta'rif berasiz aka. Assalomu hurmatli tashkilotlar, mehmonlar. Qo'chqorimiz kilichkasi ko'zil. 8 tishda hozir. Liniyasi ko'zil. Ko'zil 1 deb olasa, ko'zil 2. Solalar bilan ishlayotgan holatda xudo xolasa bolalari shu 1 oyda tushishni boshlaydi. Shu. Bu 5-5 primoy bolasi, kilichkasi 6-5. Liniyasi Germes bo'lib qoladi. Germes. Yoshi 2 tishdan 4 tishga uzdi. 1 yil 6 oy. Bu o'tgan yili mart oyida tug'ilgan qo'zida, aprel oyida. Yaxshi, 65 ni taroziga taklif etar ekanmiz. Marhamat. Juda ham ko'z tegmasin, viqorli turibdi. Bitta qarsaklar bo'lsin. 65 ni bitta taroziga qo'yamiz. Orqa oyog'ini ham chiqargin, o 65 jon. Navbatdagi qo'chqorlar tayyorlanib turadi. Birin-ketin navbat qo'chqorlarni ko'rsatishni boshlaymiz. 140 kilo, 138, 140 kilo. Bitta tomosha 65, 140 kilogramm tosh bosyapti. Ko'z tegmasin. Chorvangizga baraka bersin Azbek aka, juda ham chiroyli. Qani navbatdagi qo'chqorni olib chiqaramiz a? Olib keling. Marhamat jamoasi. Marhamat jamoasini qo'chqorlari hozir egalari o'zi ta'rif beradi. Avval taroziga olib kelib olamiz. Bitta qarsaklar bilan qo'llab turamiz o'rtoqlar. Demak, Oltinko'l tumaniga marhamatdan mehmon bo'lib kelgan qo'chqor hozir taroziga o'tyapti. Bir 175 kilo. 175 kilo olib tushing. Mashalloh, juda go'zal. Chorvadorni o'zlari qani? Qo'yni ta'rifini ham eshitamizmi? Bitta o'zlaridan eshitamiz. Assalomu alaykum. Marhamat jamoasidan Qora Marvar degan qo'chqorimiz bolasi. Bu xudo xolasa bahorda 2 yosh bo'ladi. Bahorda tug'ilgan qo'zi. Bahorda 2 yosh bo'ladi. Meni Gulsara degan qo'chqorning bolasi Pryamoy. Nevarasi bo'ladi Pryamoy. Gulsara degan qo'chqorning liniyasidan bo'lar ekan, bahorda 2 yosh bo'lar ekan. Mashalloh deb qarshi chop qo'yamiz va tomoshabinlarga ko'rsataylik. Qo'chqorni olib boring. Yaqin olib borib aylantiring. Hammaga mana shunaqa polvon qo'chqorlar nasib qilsin. Keyingi qo'chqorimizni olib kelaveramiz. Xo'p, ko'rgazma uchun tashrif buyurayotgan chorvadorlarimizdan, ya'ni ko'rgazmaga qo'ylarni olib chiqayotganlar, iltimos 2 kishi bo'lib chiqinglar, qiynalmaysizlar. Yordam beraveramiz. Ha. Bir 130 kilo. Qaysi liniya bu qo'chqorimiz? Halif liniyadagi qo'chqorimiz necha tish bo'ldi? 2 tishga yoribdi o'rtoqlar. Halif liniya 2 tish, qulog'i ham 21. O'rtoqlar, mashallohda bitta qarsak chop qo'yamiz, bitta aylantirib olamiz. Halif liniyadan 2 tishli qo'chqorimiz ekan. Bitta aylantirib ko'rsating qo'chqorni. Navbatdagi qo'chqorimiz.
Bu yerda professional chorvadorlar bilan birgalikda havaskor chorvadorlar ham qatnashyapti. Ya'ni o'zlarining xonadonlarida daromad bo'lsin deb. Auksionimiz 0 dan boshlanadi va har bitta ishtirokchi $10 dan ustiga qo'shib ketaveradi. Qachonki baho qo'shish to'xtaganda narx belgilanadi, biroz muddat kutamiz. Keyingi ishtirokchi qo'lini ko'tarmaguncha kutamiz. Ana shu insonga baraka bo'ladi. Auksionda juda ko'pchilik ishtirok etgan. Shuning uchun o'rtoqlar, e'tiboringlarni davramizni markaziga qaratamizda auksionimizni boshlab beramiz. Xo'p, auksionda qo'zi qo'chqori 7 oylik qo'zi qo'chqor Zakot degan qo'chqorning liniyasidan bo'lar ekan o'rtoqlar. Mana liniyali 7 oylik qo'zi qo'chqor, marhamatli qo'chqori. Akalar, bo'lmasa auksionni boshlaymiz. Demak, naslu nasabga ega bo'lgan qo'chqor ekan, qo'zi qo'chqor. Zakat, to'g'ri aytyapmiz, ha? Zakat nomli qo'chqorni avlodlaridan va nasib qilsa sizni xo'jaligingizga chiroyli yarashadigan qo'chqor. Bizning savdosi boshlandi. Kimdan boshlaymiz? 400, agar to'g'ri eshitgan bo'lsam, $400 ga olaverasiz. Kim qo'shadi? $400 taklif etilyapti. İlk bahosi. Qo'shadiganlar bormi? $10 dan qo'shib ketaveramiz, akalar. Bu yoqda 400 oz bo'lib qolyapti deyishyapti, lekin qo'shing unda. Bormi? 400 ga qo'shadiganlar bormi? Aylantiring, qo'chqorni aylantiring. Keling. Sotmoqchi bo'lsangiz ozgina mehnat qilasiz lekin. $400 ga qo'shadiganlar bormi, akalar? Xo'p, bu qo'zi qo'chqor aytilganidek hozirgacha Marhamat tumanida 2 parvarish qilinayotgan Zakat nomli, ya'ni Zakat Qirg'iziston Respublikasidan ekan. $420 bo'ldi. $420. $420. 420 ga qo'shadiganlar bormi? 420 ga qo'shadiganlar bormi? Bormi xonadonida yoki chorvasida nasl nasabli qo'y $430 bo'ldi. $430. $430 ga qo'shadiganlar bormi? Xo'p, e'tiboringizda auksion, ya'ni ikki moshli savdolari bo'lib o'tyapti. $430 ga qo'shadiganlar bormi? $430 ga bu tarafdagi akamiz qo'lini ko'tardi adashmasam, yoki kimgadir qalaysan deyapsizmi? Agar dadilroq ko'taringlar-da, ko'raylik biz uni. Qo'shdingizmi? Mana. $430 ga 1 2 3 baraka. Keling aka. Bitta qarsanglar bilan $430 ga mana shu qo'zi qo'chqorimiz akamizga baraka bo'ldi. Aka, qo'chqor qulluq bo'lsin. Xo'p, Marhamat tumanidan tashrif buyurgan qo'zi qo'chqor $430 ga baholanib hozirda baraka qilinadi va nasib qilsa endi navbatdagi xonadonlarda, xo'jaliklarida navbatdagi qo'chqorni olib chiqamiz. Endi o'rtoqlar shartni ozgina o'zgartiramiz. 0 dan boshlaymiz, akalar. 0 dan $10 dan boshlab ko'tarib chiqamiz. Olib chiqing qo'chqorni. Biz ko'proq qo'llarni ko'rishimiz kerak ekan. Demak, $10 dan qo'shib $10 dan qo'shib olib chiqib ketamiz. Olib chiqing. O'zi shunday bo'lish kerak-da. Mana, e'tiboringiz markazida yana bir qo'zi qo'chqor, shiringina, jajjigina. Sog'liq. Sog'liq aka. Ikki hissa baraka degan. Chunki xonadonlarda ayollar baraka bo'lgandek, chorvangizda sog'liqlar baraka bo'ladi. Nasib bo'lsa balki egiz ham tug'ar. Xo'p, bo'lmasa Ibromjon aka, auksionni boshlaymiz. 0 balansdan boshlanadi o'rtoqlar, $10 dan qo'shib ketamiz. Auksion boshlandi. Birinchi narxni kim beradi? Aylantiramiz. $10. Liniyasini aytib qo'yaylik. Rostdan ham nasl